Xushxabar, Botir Qodirovning yangi premyera klipi. Tilga kirsa gapirar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbek estradasining o'z yo'liga ega ijodkorlardan biri Botir Qodirov muxlislarga navbatdagi yangilikni taqdim etdi. Xonanda Tilga kirsa gapirar nomli yangi qo'shig'i hamda unga ishlangan video klipni omma e'tiboriga havola qildi. Mazkur tarona uchun suratga olingan klip rejissyori Abduhalil, prodyuserlik ishlarini esa Asror Isoxo'jayev olib borgan. Video klip vizual yechimlari bilan alohida ajralib turadi. Unda bir nechta mashhur kino kartinkalarga nozik va o'ylangan ishoralar mavjud. Xususan, The Big Lebowski filmidagi mashhur sahnaga murojaat qilingan. Qizig'i shundaki, ushbu epizod avvalroq Jahongir Otajonovning Poram qo'shig'i klipida ham eslatib o'tilgan edi. Shuningdek, klipda Kinema Paradiso hamda The Godfather kabi kino durdonalaridan ilhomlangan lavhalarni ko'rish mumkin, deb aytiladi xabarda.